Assalomu alaykum aka ukalar. Kanalimiz muxlislari, O'zbekkoreya kanalining ashaddiy muxlislari, hammalarga alangali salom. Bizni chet davlatlardan kuzatayotgan Tojikiston, Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'istondan kuzatayotgan aka ukalarimizga alohida salom. Musofir yurtdan kuzatib turgan aka ukalarimizga hammalarga alangali salom. Bugun bir bo'shab qoldik, bir obzor qilib qo'yaylik dedik. Xudo xolasa kataylarimiz ham bitib qoldi. Aka ukalarga ko'pchilik oldi sotdi masalasini hali so'rab yozyapti, kommentariyada sotiladimi nima. Telegram kanalga o'tsanglar, hamma oldi sotdi nima qanaqa o'sha yerda. Telegram kanal silkasini shu videoni tagida kommentariya degan joyi bor. O'sha yerga qo'yib qo'yamiz. Bemalol kirib a'zo bo'lib qo'ysanglar, hamma yangiliklar o'sha yerda bo'ladi. Biz asta bir ko'rsatib boraveramiz. Mana bu jo'ja makonchalarimiz xudo xolasa tuxumga kelib qolishdi bular. O'sha buni sheriklari tuxumga kirdi. Mana mashalar hamma sherik, mana o'qlarimiz sal kattaroq partiya, o'zi ular tuxumda. Bularimiz haligi 3000 ga bermagan dumoq chempionimiz bolalar. Bu Vyetnamimiz. Haqiqiy Vyetnamda ham o'sha qo'sh pixli oyoqlarida o'sha pixlari 2-3 tada. Bu yilgi sezonda bitta boshida durang qilgan, shundan keyin 4 ta yutgan, 5 ta jang o'tkazgan, sinovda o'tgan jo'ja. Mana makonlarimiz. Valelarimiz ham ancha bitib qoldi. Mana yangi kataylarimiz xudo xolasa tez orada uydagi aqabadagilarimizni olib keltirib ularni qo'yamiz. Ozgina o'sha derazalar qoldi, derazalarni qo'ysak bo'ldi, pashta tayyor. Betga yo'lakcha bo'ladi uzunroq. Valerlarimiz ham hamma yoq tayyor, xudo xolasa sezonga. Aka ukalar, bu qisqa video bo'ladi, jonaqalik ko'p narsa emas. Ko'p video chiqarmaymiz. Almaki hali jo'jalar endi oyoq ko'rdilar, boshlanyapti. Nasib qilsa yangiliklarni, yaxshilarni ko'proq Telegramda qo'yamiz. O'sha aytganda Telegram kanal silka mana shu narsada bo'ladi. Shu videoning tagida kommentariya degan joyga qo'yib qo'yamiz, O'zbekkoreya kanalini. Bemalol kirib a'zo bo'lib bizni yaqinroqdan kuzataverasizlar aka ukalar. Endi gaplarimizda oz-mo'zali kam ko'z bo'lsa, qaytarib noto'g'ri gap bo'lsa, haligi aybga buyurmaysizlar. Nimaga biz o'ta asobiy bloger emasmiz, jagab ko'sta emasmiz. Gapimizda mana videoda kamchiliklar bo'lsa, aybga buyurmaysizlar. Mana Vyetnamimiz. Xudo xolasa mana shu ikkala makonimiz tuxumlayotgan. Tuxumlari endi qanday qilsa bo'ladi? Zakazini, misol zakaz qilingan kundan keyin 10 kun bilan 20 kun oralig'ida to'plab beriladi, holatga qarab. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Telefon nomerimizni ham yozib qoldiramiz. Imkon qadar. Yo'qolsam shu Telegram kanaliga o'tib olaverasizlar. Mana kataylarimiz. Xudo xolasa ozgina linoyam mayda-chuyda ishlari qoldi. Xudo xolasa bitadi. Derazalarni qo'ysak. Bu yangi, mana eski narsamiz. Katagimiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu makon xo'rozlarga valerlarimiz. Bu eski, oldingi o'sha qishki katagimiz. Endi xudo xolasa 2 ta bo'ladi. Aka ukalar, hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bizni kuzatib boringlar. Kommentariya, like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlayverasizlar. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tez orada yangi videolar chiqaramiz.